Toshkentga olib kelishi mumkin. Juda to'g'ri aytdingiz. Bariston lozim sizlarga tozalashning eng oson yo'lini ko'rsatib o'tiraman. Bizni kuzatishda davom eting. Videoda ko'rishdan oldin like bosishdan esdan chiqmasin. Eng zo'r joy oxirida. Kuzatishda davom eting. Bunisi soldatchi deyiladi. Bu narsa ishdan chiqsa, Aristonni tez ishdan chiqishiga, portlashgacha olib keladi. Shu narsasi nima aka? Bu narsasi Ariston rels hisoblanadi. Agar bu ishlamay qolsa, Aristonga juda katta xavfi bor. Funetani ulashishdan maqsad nima aka o'zi? Funetani ulashdan maqsad, mana bu yerda quruq o'zini qo'ysangiz, bu matdan tushib qoladi. Liklar tushib qoladi, funetni uladik, yana qarab o'yimiz, matdan turadi. Mana tentni kirishgasini oson qo'yiladi. Aristonimiz tayyor bo'ldi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib olasizlar.